sot, molingni sot, mashinangni sot, romingni sot, polingni sot, kerak bo'lsa ko'chirib, qarzingni ber. Qarz bilan o'lib qolma. Aziz birodar, o'lib qolmaylik qarz bilan. Rasululloh alayhissalom sollu alayhi o'zlarining janozasini o'qinglar deb ketib o'rganlar. Qarzi bo'lib turib, imkoni bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib, bermagan odamni janozasini o'qimasdan ketib o'rdilar. Rasulullohga taqvodormidik? Aniq yo'q. Rasulullohga mehribonmizmi? Aniq yo'q. Rasulullohga bilimdonmizmi? Yo'q, aniq bilimdon emasmiz. Eng taqvodi zo'rini, eng mehribonlikni zo'rini, eng kamtarlikni zo'rini qilgan zot g'azabda shuni turib ketib o'rganlar. Bu ummat uchun dars bu. Sizga va menga dars bu. Birovni haqqidan, qarzidan seskanmay qo'ygan ummat uchun shu dars bo'lsin deb Rasululloh uchun turib ketib o'rganlar. Bo'lmasa nima 3 minutli narsa o'qib qo'ysalar bo'lar-di. Lekin ummat ibrat olsin. Birovlarni qarzini olib bermaydigan ummatim ibrat olsin. Keyin mabodo qarz bilan o'lib qolgan, o'sha merosidan otasini qarzini bersa bo'ladigan bo'lib turib, otasini qarzini bermayotgan farzandlar ko'zini ochsin deb Rasululloh alayhi vasallam shuni qilganlar. Rasulullohning har bir harakatlari qiyomat kunigacha dars, ta'lim, tarbiya. Bugun nima bo'ldik bugun? Oxiri biz musulmonlar shu darajada halok bo'ldik, shu darajada buzildikki, oxiri oshxonaga borib jig'ildonimizga, qonimizga qarzga o'qatadigan bo'lib qoldik. Azizlar, bu agar tafakkuri joyida odam bo'lsa, yig'lab dod deydigan gap bo'lgan. Qarzni pichoq suyakka qadalganda olinadi. Bu degani bir majoziy gap bor. Pichoq suyakka qadaldi. Bu degani nima degani? Iloji yo'q, uysiz, joysiz qoldim, ovqatsiz qoldim, ustuvochsiz qoldim, licheniyasiz qoldim, licheniya olmasam o'lar ekanman desa, shariat mayli bor qarz so'ra deydi. Shunda ham Rasululloh alayhi vasallam buni odobini o'rgatib qo'ydilar. Qarzni ham uzish niyatda so'ragin. Agar uzish niyatda so'rasang, Alloh seni qarzingni uzib beradi dedilar. Sen uzmaysan, Alloh uzib beradi dedilar. Agar bermaslik niyatda olsang, seni yana qayt Xudo muammoga tiqib yuboradi dedilar. Ana bugun nimaga biz tupikka kirib ketyapmiz? Birovga bir narsani olganim, hatto Rasululloh alayhi vasallam angishoni olsalar ham qaytarib berardilar omonat. Angishona nima? 300 so'mlik narsa. Pulga olsa agar. Rasululloh shuni ham qaytarib berardilar. Rasululloh alayhi vasallam omonatdor edilar bizning payg'ambarimiz. Bugun biz agar mana payg'ambarimiz xulqlari Oysha onamizdan so'rashganda Rasulullohning hayot tarzlari nima edi deyshganda Qur'on deganlar. Dinda 100% shakllangani Rasulullohda shakllangan. Ana bu degani nima degani? Shuncha Xudo ruxsat berdi. Qur'onda namunani payg'ambaringdan ol dedi. Qorakadan, domladan, eshondan, taqsirdan, hojdadadan, hojakadan